3 xona, 4 xona qilingan Euro remont hamma mebel texnikasi bilan qani ketdik. Xonadonimiz Chilonzor 6-kvartalda joylashgan. Asosiy zal mehmonxona qismida televizor tomosha qilib tursanglar bo'ladi. Bu yoq kiruvch prixoshkamiz. Bu yoqda o'zini keng va shinam ota-onalar yotoqxonasi joylashgan. Uyimiz absolyutno noldan remont qilingan, hamma xonalari alohida, ya'ni koridordan kiriladi. Bu xonani bolalar yotoqxonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bu fayzli xonadonimizda umumiy maydoni 75 kvadrat metrdan iborat. Bu yoqda o'zini ajoyib sanuzel qismi joylashgan. Uyimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu 4-xonani bolajonlar yotoqxonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. O'zini garderobni shkaflari bilan qoladi albatta. 2 ga 9 o'lchamli balkonimizdan unumli foydalanib, choy ichib o'tirish uchun shart-sharoitlar va ayollarimiz yaxshi ko'rgan oshxona qismi foydalanishga qoldirilgan. O'zini to'pi pollariga ega. Bu yoqda xolodilnik, kir mashina va oshxona mebel jihozlari joy-joyiga joylashtirilgan. Uyimiz g'ishli domdan iborat, mo'ljalimiz qatortol parus. Uyimizning narxi va lokatsiyasini video oxirsida aytib o'taman. 4-qavatdan hop etib sakrab tushganimizda uyimizning oldi qismini ko'rishingiz mumkin. Xonadonimiz mana shu domni 4-qavatida joylashgan. Katta ko'chani